bugungi savolim shunday bo'ladiki, men hozirda ishsizman. O'zimni daromadimni ko'paytirish, o'zim band qilgan holda qanday kreditlar olsam foydalansam bo'ladi va qanday imtiyozlar bor? Davomlari, summалari, foizlari, qaysi nimalarda bo'ladi imtiyozlar bilan? Savolingiz rahmat. O'zingizni band qilib 100 milliongacha kredit olsangiz bo'ladi. Biron bir zalog qo'yasiz 100 milliongacha. Aytaylik, chorvaga olishingiz mumkin. Chorvaga zalog qo'yib 17 millionlik kreditlarim bor. 17 million biznesga birinchi qadam degan kreditimiz bor. Bunga hech qanaqa zalog hech kerak emas. Faqat bir dona kafil taqdim etasiz. Bir dona kafil taqdim etganingizdan keyin 17 milliongacha biz sizga naqdda kredit qilib beramiz. Bunga hech qanday masalasi yo'q. Keyingisi mahalladan, oilaviy tadbirkorlikdan 30 milliongacha olishingiz mumkin. Keyingisi 50 milliongacha bizda Xalq bankining inklyuziv banking degan bizda produktimiz bor. Oldin oilaviy tadbirkorlikdan o'z vaqtida yopgan bo'lsangiz, biz sizga 50 million so'mgacha bitta kafil qo'shasiz. 50 million so'mgacha sizga naqdda kredit beramiz. Keyingisi 100 milliongacha yana kredit beramiz. O'zingiz band qilasiz bunga ham. Xuddi kreditlar singari o'zingiz band qilasiz 100 million so'mgacha sizga kredit berishimiz mumkin. Keyin uni 300 milliongacha ham berishimiz mumkin. Agar yaxtda ochsangiz agar yoki bir yuridik tashkilot ochsangiz 300 milliongacha ham berishimiz mumkin. Zalog evazida beriladi bular. 17 millionlik, 30 millionlik, 50 millionlik produktlarimiz hech qanday zalog kerak emas, faqat kafil kerak. O'zingiz band qilasiz.